26 iyul күні Қытайның Тяньжин шәрді өткізілген Америка-Қытай юқыр дәрежелік дипломатларының сөhbətində Қытайның Uyghur еліде садыр болып атқан irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar masalasi kun tartibga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, suhbatda Amerikaning Ma'mur tashqi ishlar ministri Wendy Sherman Amerikaning bu masaladagi andishlarini ifodalagan. Wendy Sherman xonim 26 iyul Xitoyning Ma'mur tashqi ishlar ministri She Feng va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbat o'tkazgan. Bu Amerika-Xitoy oliy darajalik diplomatlarining bu yıl 3. ayda Alyaskada ötküzgen söhbetinden keyin ikinci qitim uchrashishi bo'lib hisoblandikan. Washington pochtasi gazetining xabar qilishicha, dushanba kundagi 100 tirani söhbet Alyaskadagi söhbetdek keskin bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq taraflar o'rtasidagi keskin ixtilof namoyon bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Ned Price Wendy Shermanning söhbetda kishilik huquqni, jumladan Xinjiangda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik ham insonlikqa qarshi jinoyatlarga bo'lgan andishisini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan. Uning aytishicha, Sherman yana axborot erkinligi, Xitoyning to'rdagi harakati, uning Tayvan, Sharqiy va Janubiy dengizdagi harakatini o'tirib qo'ygan. Shundaqla Xitoyda tutib turilayotgan Amerika, Kanada fuqarolarining masalasi va koronavirusning kelish manbasini tekshirishni rad qilishga bo'lgan andishlarini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy taraf Xitoy Kompartiya a'zolari va ularning oila tavobatlariga qaratilgan viza cheklamasini bekor qilish, Xitoy rahbarlari, hukumat amaldorlari va apparatlarga qaratilgan embargoni qaldırış, Xitoy o'quvchilariga viza cheklamasini bekor qilishni o'z ichiga olgan uzun bir tizimlik bergan.